Aeroport territoriyasida Novostroyka G'ishtli domning ko'chani boshida joylashgan domdan 2 xonali kvartirani sotuvga chiqyapti. 67 kvadrat. Bizlar hozir mehmonxona turibmiz. Mana shunaqa chiroyli mehmonxona, gilam to'shalgan, konditsioneri bor, pardalar qilingan va bu tomonda bizlarda televizorni 43 lik televizor o'rnatib beraman deyaptilar. Bu tomonda esa bizlarda katta shkaf o'rnatilgan. Mana bu yerda esa bizlarda oshxona joylashgan. Oshxonamizda kuxonniy garnitura, rakovina, vытяжкалari bor, gazli plita, stиральный mashinka, холодильник o'rnatib beraman deyaptilar. Mana bu yerda esa bizlarda hol qismi kvartiramiz duo konturli kasal o'rnatilgan, chopib pollar qilingan, asosiy kirib kelishimiz eshigiga prixoja mebel o'rnatilgan do'stlar. Mana bu yerda esa kattalar yotoqxonasida kровать, tumbuchka, terimo, shifonerlar o'rnatilgan do'stlar. Kvartiramizda razelli sanuzol tushgan. Ikkita bu birinchi sanuzol bo'lyapti. Dushovaya, rakovina, sushilka o'rnatilgan va mana bu yerda unitaz bilan rakovina o'rnatilgan. Kimga qiziq bo'lsa agar pastda описаниеda nomer telefonimizni qoldiramiz. Ma'lumot ham yozilgan bo'ladi narxi bilan. Kimga qiziq bo'lsa telefon qilinglar, yana arzonroq qilib olib beramiz. Kvartira qidirib yurgan tanishlarga yuborib qo'yish esdan chiqmasin. Ko'rishguncha.